Assalomu alaykum qadrli muxlis, yana bir Instagram ortidagi haqiqatlar yuzaga chiqmoqda. Oddiygina qishloq hayoti bilan tanilgan bloger Shahlo o'zining kasbdoshi Anvarzodani birinchi turmushini buzib erga tegib olgani haqida uning sobiq turmush o'rtog'i hamma fakt va dalillar bilan o'z Instagram sahifasida jiddiy murojaat bilan chiqdi. Marhamat, tomosha qiling. Hammaga xayrli kun. Uzr sizlarni ham kuttirib qo'ydim. Ya'ni sobiq turmush o'rtog'im, ya'ni Anvarzoda bilan biz 2024-yil 9-mayda oila qurganmiz va bir nafar farzandimiz bor. Oilamiz buzilish sababiga keladigan bo'lsak, 3-shaxs, ya'ni Shahloni aralashuvi bilan oilamiz buzildi va undan keyin Anvarzodani o'zini loqaydligi, oilasiga xiyonat qilganligi sababli oilamiz buzildi. Biz Anvarzoda bilan 3,5 oy turmush qurganmiz. 3,5 oy ichida ham har xil shu orqali kelishmovchiliklar bo'ldi va o'qishimni orqasidan bo'ldi. O'zi va'da berib uylangandi, o'qishingga ham sharoit qilib beraman deb, lekin bu sharoitlar bo'lmadi. Undan keyin 3-shaxs, bu shaxslar aralashuvi bo'la boshladi oilamizga. Kechasilari ayol kishi telefon qilardi. Men u payt homilador bo'lganligim sababli menda homiladorlik ozgina og'ir o'tdi. Shuning uchun o'zim bilan o'zim bo'lib qoldim faqat. Mayli, buni ham o'tar ketar degandim, lekin bu narsalar bora-bora kuchayib bordi. Anvarzoda shu to'yimizga 1 oy bo'lgandan keyin Farg'onaga har hafta 2 kunga borib, shu yerda endi o'zini ishi nima bilandir borardi. Shundan keyin har xil menga gap so'zlar kelish boshladi, chunki meni ham tog'amlar shu yerda yashaydi, tog'amning o'g'li ko'rib qolgan ekan. Shunda rasm, videolarni tashlagandi. Shu seni eringmi deb, ha deganman. Sen shunaqa qiz bilan yuribdi. Shunaqa degandan keyin shu sababi shu ekan, yoqqa borishini bilsam. Undan keyin oxirgi urushib qolganimiz 21-avgust kuni edi. O'sha kuni shu o'qishimning orqasidan ozgina talashganmiz. O'qishingni qilib bermayman, ketaver, bo'lmasa agar o'qishni tanlaydigan bo'lsang, onangni tanlaydigan bo'lsang ketishing mumkin degan. Lekin men o'qishimdan yoki bir onamdan kechmadim, chunki baribir onam meni shuncha yil boqib katta qildi, oq yub oq taragandan keyin baribir onamdan voz kecholmayman. Shundan keyin o'sha kuni uydan chiqib kelganman. Anvarzodani men ruxsatsiz yoki bir uydan qochib ketmaganman. O'sha kuni o'zi telefonda ketishim mumkin, ketaver, men hech narsa qilib bermay o'qishingga ham degandan keyin narsalarimni olib, yo'q, o'sha yangi kelin qanaqa kiyinsa tillalarim taqib chiqib kelganman. Lekin men hayot bu darajaga o'zgarib ketadi deb o'ylamaganman men. O'sha kuni keyin amakisini xotini kelinoyimga telefon qilib, kelinoyi shunaqa uydan chiqib ketib o'g'lim bilan urushib qoldim deb aytib kelganman. Undan keyin men masalan Anvarzodaga xiyonat qilmaganman. Chunki xiyonat qilishgan sababi hech qanaqa nima bo'lmagan. Chunki haqiqatan ham biz sevishib oila qurganmiz. Agar Anvarzodaga men xiyonat qilgan bo'lganimda, bu narsalar dokazati bilan, isboti bilan hammaga yetib kelgan bo'lardi hozirgi kungacha. Lekin men hech kimga xiyonat qilmaganman va tillalarni ham, ular tuzluqga tupurib chiqib kelmaganman men. Kelinlik vazifamga keladigan bo'lsa, kelinlik vazifamni ham men qo'limdan kelganicha xizmatlarini qilganman. Men vaqt qilgan xizmatlarimdan roziman. Bir metga chiqib olib, men birontani yomonlash yoki bir yomonotlik qilish niyatim yo'q. Men xohlagan narsam sizlar haqiqatni bilishlarini xohlayman. Chunki mayli biz urushgan bo'lsak, Anvarzoda bilan urushganmiz, lekin baribir o'rtada farzandimiz bor. Masalan, menga achchiq qilib farzandimizdiligi, tanimasligi, boshqa qilmasligi, endi u o'zini vijdoniga bog'liq, hamma o'zini qilgan ishiga yarasha bu dunyoda ham, narigi dunyoda ham o'z so'roq javobini beraveradi. Lekin baribir farzandi bor. Bu narsani hech kim hech qachon o'zgartira olmaydi. Bundan bir 3-4 oy oldin, ya'ni Anvarzodani hozir yashab yurgan xotini Shahlo video chiqargandi. Shunaqa men deb oila buzilmagan, o'xsha qilmagan, u bu deb. Undan keyin ko'p kommentariyalar chiqdi. Nimaga endi Anvarzodani birinchi xotini harakat qilmagan, o'xsha qilmagan deb. Men harakat qilganman qo'limdan kelganicha. Ulardan Anvarzoda uyiga ham borganmiz, tog'amlar, onamlar bilan. Lekin ular qilmadi, o'zlarini katta oldi. Har xil bizga nisbatan haqoratli gaplar ishlatildi. Itga o'xshab dumliklar kelsa kirgizaveramizmi dedi. Undan keyin yana 2-marta borganimizda o'sha Uchko'prikda mo'lalari bilan uyga kirgizishmadi, eshikni ochishmadi o'zlari. Shundan keyin biz ham qaytib keldik. Undan keyin ham men bu narsalarni to'xtatmadim. Kerak bo'lsa, undan keyin ham
yalindim, boshqa qildim, lekin bu narsalar bo'lmagandan keyin oxirgi men ham to'xtatdim, chunki baribir ayol kishi ham qachongacha yalinib yashashi mumkin. O'zlaring ham o'ylab ko'ringlar, masalan, unda ham Anvarzada o'zida ham imkon bor, chunki o'rtada farzand bor edi, masalan, o'zi xohlamagandan keyin ayol kishi bo'lib turib, men ham xohlamadim. Chunki baribir oilani mustahkam bo'lishiga ham erkak kishining ham hissasi bor, faqat ayol kishi tortavermaydi u aravani. Masalan, to'g'ri g'ururim kuchli, buni tan olaman. Chunki baribir hammada g'urur birinchi o'rinda tursa kerak. Vaqti kelganda g'ururdan ham kechdim. Kechsam oyoq osti bo'lishdi, e'lantirishdi, boshqa narsa qilishni boshlagandan keyin va shu narsalardan keyin to'xtatdim. Chunki уже u xohlamagandan keyin ayol kishi bo'lib turib, u aravani men tortmayman oilanikini. Keyin Shahloni raddomga kelganiga keladigan bo'lsak, men ham unga to'g'ri tushuntirishga harakat qildim. Chunki baribir hech qaysi ayol ko'chadan yetaklab kelgan ayolini erini to'g'ri qabul qilmaydi hech qachon yoki boshiga chiqib ko'tarib kutib olmaydi. Chunki u mening eng baxtli kunim edi. Shuning uchun u birga keldi. Keyindan ketdim. Birovni yer bilan yoqib qolgan bo'lsa dedim, men qonuniy ajrashib olay dedim. Bemalol xohlasang yasha, xohlasang yashama, bu seni ishing dedim. Desam u to'g'ri tushunishni xohlamadi. Bundan keyin videolar chiqarishni boshladi. Anvarzada bo'ydoq, uylanmagan degan narsalar chiqardi. Undan keyin men halol birinchi xotiniman degan narsalar chiqardi, lekin bu narsalar xato. Ko'pchiliklar masalan bilmaysizlar, oldin uylanganini, farzandi borligini. Ko'pchilik kommentariyalarda ham yozgan, oilasi bor desa ko'pchilik ishonmadi. Lekin bu narsalar rost. Men ham sun'iy intellekt emasman, hattoki bolamiz ham sun'iy intellekt emas. Bu narsalar hammasi haqiqatlar. Bizning to'yimizda bo'lganligini haqiqatan ko'pchilik bilmaydi, chunki sababi qiz tarafda, ya'ni biz tarafda to'y yangicha bo'lgan, Anvarzada tomonda to'y eskicha bo'lgan, chunki to'yxona bir tomon to'yxonada ayollarga to'y bo'lgan, bir tomon to'yxonada erkaklarga ma'ruza bo'lganligi sababli shuning uchun to'yda rasmiy videolar tarqalmagan, lekin 9 o'sha may kuni to'yimiz bo'lgan kuni Anvarzada istoriya qo'ygan. Istoriyani bilasizlar, bir sutkadan keyin o'chib ketadi. Shuning uchun ko'pchilik Anvarzadan oldin uylanganini va farzandi borligini bilmaydi. Assalomu alaykum hammaga. Men bugundan boshlab profilimda oilam buzilishiga aynan qaysi bloger sabab bo'lganini va u bloger tomonidan menga nisbatan qanaqa tuhmat va yolg'on gaplar bo'lganini va erim Anvarzada tomonidan menga nisbatan tuhmat, tahdidlar bo'lganini profilimga reels qilib joylab boraman. Ular meni tinch yashashimga qo'yishmadi. Shuning uchun bugundan boshlab shu profilimda qaysi gaplar yolg'on, qaysi gaplar haqiqatligini sizlarga aytib berish uchun reelslar joylab boraman. Agar meni gaplarimda, videolarimda xatolar bo'lsa, oldindan uzr. Chunki men Instagram ochganman, lekin men blog yuritib ko'rmaganman. Ham meni soham bundan ancha yiroqda. Shuning uchun xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr.